Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli mehmonlar. Maksimum jamoasining Maksimum kulgu deb nomlangan konsert dasturiga xush kelibsiz. Barchangizni xush ko'rdik azizlar. Xabaringiz bor, jamoamiz ilk konsert dasturini 2019-yilda siz azizlarga taqdim qilgan. Endi albatta karantin, pandemiya sababli 1 yil dam olishga to'g'ri keldi va biz kuch-quvvatimizni to'plagan holda yangicha yondashuv, kreativ hazillar va jaydari sahna ko'rinishlari bilan birga bugun sizlarning oldingizdamiz. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, o'z sahna ko'rinishlarimizni boshlaymiz. Barchamiz talabalik davrimizda yoki bo'lmasam maktabda o'qiganimizda ustozlarimizdan o'qisang odam bo'lasan degan gapni juda ham ko'p eshitganmiz. Tasavvur qiling, ustoz hamda shogird oradan 10 yil o'tib uchrashib qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi, ha? Butun kreslolar, butun ha. Endi kreslolar domillangizga yarashadi-da, Mahmudov. Ispaydam siyosat yaxshi ko'radi. Men qarang Mahmudov. Ha. Bu nima ishlar bilan shug'ullanayapsiz? Endi shu o'qishni bitirgandan keyin istamni odam bo'lmaysan deydi. Ha. Shu o'qishni bitirdik. Firmamiz bor, 50 ta olmishta texnikalarimiz bor. Ishchilar yuribdi, biznes dom qurdik. Yaxshi. Yo, malades. Endi havoyam isib ketdi domlar. Ha, juda qiziq. Morsdan qo'ying qani? 5 so'mlik, 1000 so'mlik. 1000 so'mlikdan. Hokim falonchini ishdan oldi, pistonchini bo'shatdi degan gaplarni juda ham ko'p eshitganmiz, lekin hokimlarga ham lavozim abadiy berilmagan. Ishdan bo'shatilgan hokim ertasi kuni bosib olmaymanmi? Qizlar bilan tanishish juda ham murakkab ish, lekin 5 daqiqada qizlarni o'rash faqatgina diskotekalarda bo'lishi mumkin. Yaxshi qilib tanishaylik. Yo'q, tanishmayman. Yaxshi qilib tanishaylik. Tanishmayman dedim-ku. Yaxshi qilib tanishaylik. Xitordingiz-ku, tanishmayman dedim. Nima bo'ladi tanishsiz? Bilasizmi, men kimman? Kimsan? Mana shu diskoteka egasi bo'laman. Hokim bu nima qilamiz? Diskoteka sinovga tushdi, buzamiz. Xo'p, davom etamiz azizlar. Davralarning ko'rki, to'ylarning ko'rki boshlovchilar hisoblanadi. Kimdir ularning tashqi ko'rinishiga, kimdir so'zlashiga havas qiladi. Lekin ming afsuski, befarosat boshlovchilar ham yo'q emas. Tabrik uchun so'z navbati viloyatimiz hokimi Nabijon Xaliyevga. Chiqing birodar. Ko'chalarda yursangiz sevishganlarga ko'zingiz tushadi. Ularning ayrimlari endi tanishgan bo'lsa, ayrimlari esa ajralishmoqda. Gapirmay menga boshqa tushundingizmi? Intizor. Aziz o'chining. Xafa bo'lmang. Boshqa kutmagandim. Bosib olmaymanmi? To'ylarda hech raqqosa va doirachiga e'tibor berganmisiz? E'tibor bersangiz, ularning so'zlashuv tili borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda doira raqsi, doirada samandar, raqsida farog'at.
haligi befarosat boshlovchi esinglardami? O'sha hali ham chetda yurgan ekan. Chiqasmi yo'qmi? Dang. Bugungi kunning eng ommalashgan kasblaridan biri blogerlik hisoblanadi. Ayniqsa bloger qizlar juda ham ko'payib ketdi. Tasavvur qiling, umrida birinchi marotaba uchrashuvga chiqqan bloger qiz. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, banda nihoyat uchrashuvga chiqdim. Mana yigitim. Amin. Mana hozir amin deyapti, lekin to'ydan keyin aniq olaman. Uchrashuv yaxshi bo'lgan shekilli, to'y ham bo'libdi. To'ydan keyin chimildiqda nima gap? Kuyov bola. Ey, nimaga? Kirmayman. Nimaga kirmaysan? Nima deyapti bilasizmi? Nima deyapti? Davomini ko'rmoqchi bo'lsanglar 3000 ta like bosinglar deb o'tiribdi-anu. Bitta yergacha like bosib chiq. Ayyo. Tezroq chirsam bo'l, nega bet tugayapti? Bugun qayerga bormang qurilishlarga ko'zingiz tushadi. Quruvchilarimizni tezkorlik bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kiritsa ham bo'ladi. Tasavvur qilasiz, bir oyda qurib bitkazilgan 9 qavatli turar joyning topshirish marosimi. Hurmatli quruvchilar, sizlarga qoyil qolish kerak. Mana 9 qavatli binomizni bir oyda qurib bitkizdinglar. Qarsanglar, solinglar qarsanglar. Endi shuni munosabati bilan sizlarga mana quruvchining yordamchisiga shu domdan 2 xona va prorabimizga shu domdan mana 3 xona podarka qilamiz. Rahmat hokim bu. Hurmat uchun rahmat, e'tibor uchun rahmat. Endi biza bir sassiq bir usta bo'lsak. Bir qishlig'ishga o'laganmiz. Agar ras shu domdan bo'lgan bo'lsa, mana 2 xonani o'ylaydi, mana bu yoqqa 5 xonaga beraman. Ovozim chirsin. Endi hokim bu bilasizmi, endi og'zini bir chakkasidan chiqib ketdi-da. Biza bir xo'jayin bo'lsak, prikazni beramiz, endi bachala qilgan shu domdan bo'lagan bachalayga beringlar bizlar. Mana insof. Shu insofinglar uchun ikkalaylarga ham shu domdan 5 xonadan beraman. Hokim bu ko'ndirdingiz, faqat shu domni taydamas, sal beriroqda gaplashaylik, keling. Bozorlarga borsangiz, turli xil sotuvchilarga ko'zingiz tushadi. Uylarning ayrimlari ko'p gap, ayrimi kam gap. Bizning sotuvchimiz esa biroz g'iybatchiroq. Qayerga ketyapsizlar? Amitga bormayli, qonliroq bo'lasizlar, qilolmaydi ovqatlarni. Bir dinga qilmas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nega yaxshimisizlar? Charchamayapsiz? Kastim shim kerak edi. Kastim shimni iti bizada. Biza birinchi kastim shim sotgan payti, mana bular hammasi turistlarga sotaydi bular. Mana qarang. Turetskisidan kerakmi? Kimniki kerak? Kamollik kerak mana. Po'latniki kerak. Po'lat katta, mayli. Bo'laveradi. Hozir. Mana qarang. Nargiz erini eshitdingizmi, urushibdi? Yo'q. Yomon urushibdi, janjal bo'libdi, shu rasob ketdi. Yarashdimi? Yarashmagan. Va mahalla kelgan, raisiga yarashmagan. Yaxshi turdimi? Turmagan. Ana shu turmagan uchun urush bo'lgan. Bu kiyov aytgan ota-onam bilan turaman degan, kelin aytgan alohida turaman degan. Olaman. Oling shu bevani baxtli qiling, savob bilan zo'r. Barchamizning sevimli aktyorimiz Ahad Qayum 15-asrda, ya'ni Mir Alisher Navoiy asrida yashab ijod qilganda bizningcha mana shunday holat bo'lardi. Ular. Uzr ustoz. Bugun she'riyat olamini raso qilding-ku. Uzr ustoz. Ustoz nima? Uzr shepim. Sen bugundan boshlab she'riyat olamini tark etasan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi ustoz. Nima qilsang qilding, yo'qol ko'zim ko'rinma. Xo'p bo'ladi ustoz. Ahadjon? Labay. Yuring sochingizni bo'yaymiz. Keting. Hozirgi sahna ko'rinishimiz barcha yigitlarning orzusi. I'm addicted, wanna jump inside your love. Yaxshi. Tanishib olamiz. Voy, tanishib nima qilamiz? Ketdi. Maloquz mushik. Barcha sohalarda mujiklar bor. Hozirgi sahna ko'rinishimiz shu haqda. Mujik
dan xodimi. Sherabot. Sherabot yangachalar tashlab qo'ying, ish vaqti boshlandi. Qarang, kontrol qiling. Sherabot. Redaboy Dima. Qora Dima. İçimizde biratdan. Chiqanim yo'q. İchiga tushdim. Gel. Bugun jicha. Keling, mashina kelish. Sherabot. Sherabot. Keling. Aka shu shart. Akam ishlaysiz. Xo'p. Bitta mineralkacha, limoncha, koktelcha bilan akaga ichirasiz. Akaning qo'liga, yangi qo'liga topshirasiz. Tushunyapsizmi? Dastlabki. Boy chorag'ada sizga VIP, tushunyapsizmi? Redaboy Dima. Brat, shu qilgan ishingizga labingizni o'pardim-u, mujik ekan. Rahmat, davay. Dastavkasi bilan. Dastavka qo'yamiz, dastavka. Не подъедешь близко, останови, если хочешь улететься. Я гоню. Redaboy Dima. Hujjatlaringiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir gayi to'xtatdi. Nimaga to'xtatdi bilmayman. Hech qanaqa narushayni qilmadim. Brat, bo'ldi, ketavering, bo'ldi, tanidim. Mana shunaqa to'xtatishadi, keyin ketavering deyishadi. Dislokatsiya ko'rsak bo'ladimi? Sherabot bek qarab oling. Sherabot, ay, постоянно klient-ku. Sherabot, labay boshliq. Kamerachani yoqing. Aha. Bugun bir TikTokka chiqaylik. Aha. Shu paytgacha hit bo'lmagandurmiz, to'g'rimi? Butun gaylar nomidan. Redaboy Dima. Sherabot. Yana. Qarab tur, gaplashamizmi? Gap, любой joy gaplashamiz, любой joy. Mana jiton, mana palka. Redaboy Dima. Masaj Salima. Güldürdü ne de güldürdü. Aşk beni süründü. Kechirasiz singlim, qizilga nagli o'tib kelyapsiz. Ay, yapamadım, chiqib ketmabdimi? Sal qoldilar, bo'yidan lapchangiz chiqib ketardi. Aslanmi? Narangini tem ichib olibsizmi? Sizni shaharda kim bunday siqib qo'ydi? Ay, ozgina siqqilgan. Kayfiyatingizni ko'taraymi? Ay, shundanmi? Sherabot. Labay. Agun. Kichkinagina. Gulmi? Bilib qo'ying, men unaqa emasman. Men ham unaqa emasman. Zato Sherabot shunaqa. Sizni tashlab qo'yaman. Sherabot. Labay. Meni so'rasa Covid bo'lib qoldi deng. Qanchada chiqasiz? Endi test natijalariga qaraymiz. Dilshod aka oxiri degan o kamerachi bola chiqdi-yu, shuni ko'rib xalqqa bitta murojaat qilgim kelib qoldi. Ana ko'chalarda, mashinalarda nomerini olib gaylarga jo'natayotganlarni ko'rib qolsanglar, aytib qo'yinglar. Skverda yig'ilishyapti. Meni murojaatim mana o gaz svetni beradiganlarga. Shu gaz svetni ona chekka qishloqdagilarga ham beringlar. Nimaga? Ular ham odam, ayiq polvon emas, qishda uxlab bahorda uyg'onadigan.
Mening murojaatim shu mana bo'lajak hokimlarga-da. Nega? Shular hokim bo'lishdan oldin taksiga bitta qichiq mashincha. Обязательно. Bitta kvartiracha. Обязательно. Ta'minlama uchastkacha qilib berish kerak. Nimaga? Endi hokim bo'lgandan keyin bari qilib olyapti-da. Mening murojaatim O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmayapti deb shalbaqladigan muxlislarga xavotir olmanglar, hali hammasi oldinda. Ha, oldinda. Oldinda ko'rinmayapti. Mani murojaatim mana bu gugurt quti bilan biznes qilayotgan akalarga. Endi murojaatim emas, bir qator she'r. Gugurtlar bor. Gugurtlarning naqshidir. Gugurtlar bor, undan xashak yaxshidir. Maksimum jamoasi o'z chiqishlarida davom etadi.